bu yurtqa qadiming yetganligini bilibli qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasala Qambarni saxinim, o'zlarining mo'jal bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shitib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hocam, bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelaka mayli chaplashidi ekansiz-ku. O'jaqingiz-ku, sizdakda natchilarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. U mumkin emas. Mening sizga takkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 27-qism. Amdi gapni Namancho'loqdan anglaymiz. Namancho'loq Seyitboyning uyining atrofiga payloqcha o'rlashtirib qo'ydi. Ular navbat bilan almishib payloqchilik qilib, yangi kelgan bir ishki ishlamchi yigit bilan odash og'ayni bo'lib olib, shular bilan bodikaldi qilishgan va ish kuchlariga qarshib bergan hisobda Seyitboyning qo'riqiga erkin kirib chiqqudek imkoniyat hozirladi. Bulardan Seyitboy xabarsiz edi. Xo'jador kuzlik yig'im va sodi savod ishlari bilan aldirash yurgachga bularga bakma diqqat qilib, nazarni og'dirib yurmadi. Shundoq qilib Namancho'loqning Seyitboyning qo'riqini, xotinlarini, mol dunyosini ilkiga elib olishining dastlabki plani o'ngishli qoldi yurishib ketdi. O tang-tangchilardan Qambarnisa xonim turayotgan bog' chetidagi yangi uy, uyning qurilmasi, nadin, qandoq usulda kirgili bo'ladiganligi, kimlar boshqurib, kimlar lozimatlik to'shaydiganligi qatorliq ahvollarni egilib kelishni topiladi. Ular xo'jisining talablarini bejondil o'rlab, aytqonlarini tez suratda bajo keltirish uchun taraf-tarafga paloqishib, Seyitboyning ishlamchi, xizmatkor va kunlik taklif qilgan ma'dikorlarga surkilib, og'indorchilik qilib yurishadi. Payloqchilardan uda necha kungacha yangi xabarlar kelib, Namancho'loqni Seyitboy va Qambarnisa xonim haqida bog' chetidagi uy to'g'risida rozi qilarliq uchurlar bilan ta'minlab ulgurishdi. Biroq oydin kechligi al uyquga ketganda, endi fursat pishib yetildi deb o'ylagan Namancho'loq Quddus Lanqa bilan Jabbarni otliq agashtirib, Seyitboy qo'riqiga keldi hamda dalillagan uchurga asosan Qambarnisa xonim turayotgan uy shu deb mo'ljallangan tarafdan bog' ichiga tomdan ortilib tushdi. Untekin studiyasi. Quddus Lanqa bilan Jabbarning yordamida bog' ichiga tushib olgan Namancho'loq jimmada turib atrofni ko'zitib, odam yo'qligiga ko'z yetgandan keyin asta kelib eshikni ittirdi. Eshik ichidan ilib qo'yilgan edi. U xeyli hapilishib eshikni ochamagandan keyin qisqa qo'njuluq o'tkining qo'nchidan ayirmaydigan xanjarini chiqarib, eshikning qo'mizini ajratishga boshladi. Shap chiqamaslikqa tirishib, to'limi ehtiyot bilan ish qilayotgan Namancho'loq tarlab tapchirab, xeyli o'zinda eshikning bir qanotini ajratib, asta qayrib, yana bir qanotiga tirab qo'ygandan keyin tevish chiqamay, bir besib, ikki besib uy ichiga kirdi. Uy ichi qop-qorong'u edi. Hech narsani ilg'i qilib bo'lmaydi. Namancho'loq uy ichiga rakmengib, eshikdan sal yiroqlab joyida to'xtadi va atrofga sinchilab qaradi. Tala oydin edi. Birdamdan keyin oydin sho'lisi ta'sir ko'rsatib, uy ichi g'uvo ko'rinishga boshlaganda, Namancho'loq yerdan 2 g'irich egizlikda silingan supa va supa ustiga tom bo'yiltib sap qo'yilgan yekandas bir dona takiyani ko'rdi. O shap chiqamay putining uchida avaylab dasab, ishkirki uyning ishiga keldi. Hamda eshikni asta ittirdi.
bo'shqini g'echildigan ovoz bilan tanqiyo ichilgan eshikdan chaqqonlik bilan kirib olgan Namancho'loq uy ichidan yotgan ko'rpaning shipirlagan ovozini anglab turishiga to'nglikdan tushib turgan oy nurida tasdi farq etkili bo'ladigan bir odam gavdisi o'ri bo'lib o'ltirdi va titrangu ovozda dedi: Kim o? Bu Qambarniso xonimning ovozi edi. Uva yo'riq ichida eshik tubida turgan Namancho'loq Qambarniso xonimning qo'rqib yuragi eg'iziga tiqilib kelayotganidan bexabar ikki taqlobli supiga yaqinlashdi. Kim deyapman? Nima odamsan? Men Naman. Namancho'loq shundoq deb Qambarniso xonimning qo'lidagi takiyani silkib tortib olib, uning beshidan ordildirib yotgan ustiga bokkida tashladi. Ham Qambarniso xonimning qo'lidan so'rdi. Turma. Teşedik öydü paranışımız. Bu yerda tartışılışıp yursak, balalar uyg'onib ketadi. Namancho'loq shundoq deganicha kayniga dojib tirajib turibog'iniga unamay, Qambarniso xonimni teshidagi uyga tortib epmadi. Dal shu chaqda opur-topur shapalardan uyg'onib ketgan Gulbahram xonim asta medirlab beshini ko'tarib, uyquliq ovozda dedi: Ana, nega borsiz? Ha, Eshyaga. Qambarniso xonim duduqlab qolgan mo'sh paytda Namancho'loq o'rnig'ili so'ngziyib, supaning daldisiga mo'kib ulgurgan edi. Qambarniso xonim balalarning ko'rib qolmaslik uchun Namancho'loqni o'z badani bilan to'sib turib, Gulbahram xonimning yotqinini o'ngshab, teshig'i chiqarib olgan qo'lini yotqanning ichiga tiqib, puxtilab cho'mkadi. Ayol o'tmay u yana bir totliq pushildig'inicha ilgirkidakli uyquga ketdi. Gulbahram xonimning jimib uxlab qolganligini bilgan Namancho'loq asta o'rnidan turib, Qambarniso xonimning belikidan mahkam tutib, yana teshig'i so'rdi. Namancho'loqning qo'lidan o'z qo'lini ajratish uchun kayniga dojib, tirajib, totlab, yo'lg'unibmi ajrayolmagan Qambarniso xonim birdamdala o'zini tashqir qo'ydi ko'rdi. Namancho'loq uni birli ishtirib supiga yiqitib etib, ondan tezlikda berib, shu orada o'rnidan turib talog'i yugurgan Qambarniso xonim yanala chabdas va kuchtingir Namancho'loqning quchqig'iga tushib, tipirlab qoldi. Qo'yvat meni, nomussiz. Qo'lingni tat iflos. Cenazaga tushliq bo'ling. Yavaşlık bilan gap anglasangiz, bu hammamiz uchun yaxshi. Namancho'loqning qarang-qarang ovozi Qambarniso xonimning quloq tubida shivirlaganda, uning tallari saskinib titrab ketdi va yanama bakrak yo'lqunishga boshladi. Biroq Namancho'loqqa hech kuch yetar emas edi. Tirkishib turaverishdan zerikkan Namancho'loq Qambarniso xonimning belini bir beliki bilan qamollab tutib, dast ko'tarib supaga oldi va kilangsiz gavdisini uning ustiga tashlab besib olib, voqirmaslik uchun qo'li bilan eg'izini tutib oldi. Endi Qambarniso xonim na medirliyolmay, na zuvon suranmay qismoqqa tushgan qushdek qiynalib ketdi. Kechini kechi demay, jinimni tikib qo'yib, siz bilan chiroyli paranlashay deb keldim. Sizni yavatmayman. Bundaq pul tanlamay o'zingizni besilang. Necha eg'izli gapim bor. Eg'ir besiq o'tirib paranlassaqla bo'ldi. Namancho'loqning gaplarini anglagan Qambarniso xonim tirkishib kuchinishdan to'xtab, asta-asta pastgo'yga tushdi. Uning chimiqqanligini his qilgan Namancho'loqning qo'lini qo'yib etib, yoniga serilib tushib, Qambarniso xonimning so'l tarafida o'ltirdi. Lekin qo'li hali ham Qambarniso xonimning belikini ching siqimdab turardi. Demagan bilan boyqi tirkishlarda xeli kuchini qo'rtib bosirib qolgan Namancho'loq Qambarniso xonimning yana qo'llashmoqqa mayl tutib qilib, oldidan qechib chiqib ketishidan ansiraydi. Turuqingiz supergichilik bo'lgan bilan bu qadar kuchingiz borkin, ha? Qambarniso xonim Namancho'loq ching tutib turgan belikini silkib qattiq tagdi. Silih sipoyi bo'lamsiz yoki oldi bilan ko'nglingizni ichib qo'yib, ondan gapimni deyman. Namancho'loqning bu gapi Qambarniso xonimni cho'chitdi. Nomusi bulg'unish tashvishining dahshatida andikkan Qambarniso xonim Namancho'loqning qo'lini silkishdan to'xtab, jimmada o'ltirib ketdi. Anglasam, Seyit sizni bu boqib palab uy ayirib beribdi. Uzundan beri sizga qaramay yurganidan mo xabar topdim. Sizga desam, Qambarniso 20 necha yil o'ziga xotin bo'lgan, jafosini chekkan Aytira xonimga vafo qilmagan bir odamdan
sizga teximi vafo kelmaydi. Naman Cho'loq Qambar Niso xonimning ko'ngil yorisini tatilab, gapni shu nuqtadan boshlashni maqsad qilgan edi. Uning heli mekarini tushunishga ojiz kelgan Qambar Niso xonim o'z holi bilan mo'linib qoldi. Buni sezgan Naman Cho'loq fursatni ching tutib, gapini davomlashtirdi. Sizni ikki bolamning onasi demay, mush yillarda bu uyni, qo'riqni, Seyitning egilikini deb shuncha jafo chekkiningizning, boshda onasining, keyin o'zining po'qsudikini to'kib, kichik bolani baqqandek baqqanlaringizning yuzini qilmay, bir ashu Gulxinim deb olgan zivarnisoni deb sizga so'q muomala qilayotgan birsiga tortishib, bu bog'ning chetida ishtek turmush kechirishingizning hojati bormi? Hargiz arzimaydi. Bu yerda turayotganingizga necha yo'qdi. Seyit bir haqiqatim kelib yo'qlab baqdimi? Ha? Yo'q. Shundaqo, texi yo'qlab kelganlarni bo'yroq so'qib boshqurib, sizni ne vaqtdan beri mush uyda yolg'iz qo'yibdi. Men jinimda ichim serilib ketdi. Qambar Niso xonim meshildab yig'lab atdi. Demasimi, Naman Cho'loqning aytganlarining hammasi haqiqat edi. Uning yig'lig'anligini sezib o'ltirgan Naman Cho'loq taktikasining unum berganligidan xush bo'lib, so'zini davomlashtirdi. Men burunla o'ylagan. Sizdek chiroyliq, oq ko'ngil, yetishliq, aqlliq ham ko'yimchan ayol Seyit degan yuzsizga bag'li zoyi ketdingiz. Hey, nima amal? Taqdirning ko'zi yo'qkan. Qadringizni qilishni bilmaydigan birisiga rizqingizni chetib qo'yib, mushu kunlarga qo'yibdi. Lekin endi bundaq yashashingizning hojati yo'q. Men sizni bu yerdan olib ketaman. Siz? Ha, men sizni Seyitda xo'rlamayman. Balki ko'z qarchug'imdek ahvol olayman. Mening sarayimga berib, og'ich xonim bo'lasiz. Nam amal jihatda mehrin saning tövündə turğunuz kelmasa, uning xetini berib, sizni cho'ng og'chilik ko'tirsammi bo'layverdi. Menga maylingizni berib, sarayimga ketadiganlar bo'lsangiz, og'zingizdan chiqqaning hammani qilib beraman. Unimisamchi? Qambar Niso xonimning to'limdan to'qmoq chiqqandeklik qilgan gapi Naman Cho'loqning qoq nervisiga tegdi. Unimisangiz ma'qul deb qarab turadigan nama yo'q. Xo'jakingizcha, sizdakda natchilarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Naman Cho'loq Qambar Niso xonimning qo'lini ching'idi mejig'inicha, tumishqini uning qo'liga tekkizib, tishlarini g'uchurlatib turib shulani dedi. Qambar Niso xonim Naman Cho'loqning payli yomon odam ekanligini, qilaman degan ishidan azaldan yonmaydiganligini, man degan yurt zo'migarlari va kattalarning onundan qo'rqib taptotadiganligini obdan biladi. Agar shu topda Naman Cho'loqning tishiga tegib qo'yini qo'zg'abli qo'ydigan bo'lsa, uning oyog'i ostida dapsanda bo'lishi aniqlaydi. Erining muhabbatidan butkul qo'riqdikilarning nazar ko'zdan mahrum qolgan Qambar Niso xonimga bu yerim kechida paloqishib kelib o'zini qutqizib oladigan Gulsumdek pidokor nati turibdi. Elg'o yo'q. U Gulsum degani shu topning o'zida mushiyada bo'lib qolsa-mu, Naman Cho'loqning qo'lidan Qambar Niso xonimni qutqizib olishi hayta. Chunki u ayni chog'da Naman Cho'loq Zivar Nisoga zo'rliq ishlatayotganda, Qambar Niso xonim eshik sirtida panqiyib turgandala, bu xonimga tishlarni qig'ichi o'ch bo'lib ketgan. Ranjigilami bo'lmaydi. Hammasi o'zidan ketdi. O'ylanib qoldingizgo? Unam dekansiz yoki unamam dekansiz? Men bularni o'ylashmadim. Amsa hozirdan boshlab o'ylaning. Naman Cho'loq qo'lini mo'risidan ishtirayotgan Qambar Niso xonimning belidan qamallab o'ziga tortib, leviga so'yishga tamshaldi. To'xtang. Hozirdan boshlab o'ylaning deydingiz-ku. Menga o'ylanmoqdek vaqt berasiz? Birdamda bundaq chaplashib tursangiz qanday bo'ladi? Hech qanday bo'lmaydi. Qandaqli o'ylansangiz, baribir ma'qul degiziman. Naman Cho'loqning qo'li Qambar Niso xonimning belidan serilib ustiga chiqib, uning ko'kslarini mo'jib selashqa. Levi uning nozik yuz ko'zlari ustida supurilib yurishga boshladi. Qarshilashib sitig'i tegsa ishning yaxshi tarafga tortilmaydiganligini his qilgan Qambar Niso xonim qancha saskanib tursa-mu, qo'rqib ham aloqsada bo'lganicha Naman Cho'loqni ishtirib, kaskin so'zladi.
Ma'qulligimni olmaytirib unda qilsangiz ranjib qoldim Juma. Hamon ma'qul degizlig'ingizga ishonchingiz bor ekan-ku. Shundaq bo'lgandan keyin muncha aldirab nima kapti? Namancho'loqning qo'li harakatdan to'xtadi. Levi Qambarnisa xonimning mag'ziga chaplashqa yerida to'xtadi. U Qambarnisa xonimning o'ziga al bo'lish ehtimolligidan so'yingan va uning talabini elik olgan edi. U Qambarnisa xonimning quliqiga asta shivirladi. Amsa, qachon? Aldı bilan yaxshi bir o'ylanay. Bilasiz, begimdan 2 bolam bor. Men kessam bolalarni qanday qilaman? Dadam qazo qilganda menga miras qolgan. Keyin begimning egaligiga qo'shib bir talay miligimni qanday qilaman? Shularni yaxshiroq o'ylanib bir yaqli qilishim kerak. Buning ishi oson. Sizning ma'qul desangiz, mening ko'nglimda son bor. Mulkingizni Seyitning hamma mulkiga qo'shib, biroqli tortib olamiz. Seyit vayron bo'lsa, bolalarni boqim masalga tushib qoladi. Shunga bolalar bu yerda qolib bo'lmaydi. Siz menga moslashib, uni boplashimga yordam qilsangiz-da, bolalarmi, mol-mulkmi, yerlar va qo'riqmi bizning bo'ladi. O chaqda biz Seyitni qo'g'lab chiqarib, ko'chib kelib, mush yerda turamiz. Seyit degan bu harom tamoq oyog'imizda qurtdak o'milib, bizdan nijotlik tilaydi o'taxi. Qambarnisa xonim bu gaplarni anglab cho'chib ketdi. Namancho'loqning bugun bu yerga kelishining yolg'iz o'ziga erishish uchun emasligini tushunib yetgan Qambarnisa xonim bu ishning kanada cho'ng bir plan borligini sezdi. Qanday qilish kerak? Namancho'loqni hargizmi qattiq gap yoki tillash, silkishlar bilan bo'ysundirg'ili bo'lmaydi. O'zining usulida o'zini eritmasa, bu odam bo'rdan vahshiy, itdan yovuz, razildan o'ta razil. Lekin yolvurish, yig'lashlarni onunga kar qilishi mumkin emas. Meni ham bolalarimni mushu uydan Seyitning zulmidan qutuldirib chiqadigan ishingiz bo'lsa, siz degandek bo'lsin. Lekin bu ishlar, bu gaplar bekli tuyuqsiz bo'lib qoldi. Menga 2 kun vaqt bering. Men yaxshiroq o'ylanib olay. Ma'qul. Tuyuqsiz bo'lib qolgani ras. Shunga sizni mo tanglikda qo'ymay. Lekin boshqacha xiyolingiz bo'lib qolmasin. Ha? Siz mening ilkimga o'tib, menga xotin bo'lsangiz, sizni hayotingizda erishib baqmagan muhabbatga, hurmat, inovatga erishtirman. Bütün egilikimning ayol xo'jayini bo'lasiz. Shunga pek uzun o'ylanib taqtimni taqilib etmang. Faqat 2 kun. Kelishdikmi? Ha, kelishdik. Namancho'loq Qambarnisa xonimni saskandirib, g'azab nafratini qo'yintib turib, uni quchoqlab, mejiqlab bir hoza so'ydi. Qambarnisa xonim onunga ichidan o'ch bo'lsa-mu, qancha yerginib tursa-mu, uning qiliqlarini xo'rliq va ahonat his qilsa-mu, bugun mushu bo'sog'idan o'zini bulg'umay chiqib ketish uchun levani tishlab chidavatadi. Namancho'loq Qambarnisa xonimning gaplaridan kulib ketdi. Uy ichi oyno'rda g'uvo yo'rib turganlikdan u Qambarnisa xonimning chiroyidagi o'zgarishlarni ko'rmaydi. Shunga Qambarnisa xonimni erkalab noz qilyotdi deb tushungan Namancho'loq davrab kelayotgan hayojini va bag'ansir qutirayotgan erlik istaklarini zo'rg'a besib, kulib o'rnidan turdi. Ha, ma'qul. Siz degandek bo'lsin. Amsa 2 kundan keyin kelaman. Meni xo'sh qilg'idak javob tayyorlag'ach turasiz amsa. Namancho'loq shundoq deb eshikdan chiqdi va boya uyga kirishdan burun qo'mirib, yonga yo'lab qo'ygan eshikni avvalgidek joyiga akilib, kitirlatib yurib atgandek qildi. Qo'rqib ketgan va xo'rliq tuyg'usida yig'i qistab turgan Qambarnisa xonim uning eshikni nima qilganligini bilmadi. Namancho'loq tex ketmay turganda yig'lab sanmaslik uchun levani ching tishlab o'tirgan Qambarnisa xonim yelimi titrab, isadab joyida o'ltiradi.